anjumani doirasida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, bugungi kunning dolzarb masalasi mavzusida ma'ruza qilish uchun so'zdan Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati rahbari Polkovnik Erdosh Akuyevich Yevayevich kelyapti. Assalomu alaykum, hurmatli anjuman ishtirokchilari. Men o'ylaymanki, o'tirib gaplashsak hammamizga qulay bo'ladi. Avvalambor biz sizga chuqur minnatdorchilik izhor etamiz. Mana shu kungi anjumanimizda ishtirok etayotganlaringiz uchun, vaqtingizni, qimmatli vaqtingizni ajratganlaringiz uchun. Endi bugungi kunda yo'l harakati xavfsizligi sohasida qilinayotgan ishlar bilan amaliyotni ko'rdinglar. Bugungi kunda ko'rinib turibdi. Mana hozir bu savol-javob qismiga o'tishgacha joylarda qanday ish tashkillashtirilganligi, qanaqa bir yangi sohalar amaliyotga kiritilganligi bilan tanishdinglar. Men fikrim, o'zi vaqtimiz cheklangan, reglament bo'yicha 20 minut vaqt ekan bizga. Ma'ruzani o'qishdan ko'ra men o'ylardimki, savol-javob qismiga o'tsak, to'g'rimi? Savol-javob qismiga bo'lsak, shu savollarni berganda ham yoki biz ham javob berishda nima qilamizki, shu reallikdan bilib turgan, o'zimiz anglagan savollarni yoki mana boya nimamiz aytganday, matbuot kotibiz aytganday, qayta bo'lmasa, ko'p anjumanlarda ayrim nimalar xafa bo'lib qolishadi. Bizga savol berishga imkon bo'lmadi. Biz bu vaqtni olmaymiz. Vaqtni olayotgan o'zimiz hamkasblarimiz bo'lyapti. Shuning uchun ma'lumotni o'qishdan ko'ra o'ylayman savol-javobga o'tsak, nima deysizlar shu fikrga? Marhamat. Menimcha o'sha har sohadagi muammolarni hal qilish birinchi o'rinda o'sha statistikalarni bir ochiqlash bilan boshlandi. Menimcha muammoga bir yetimlar shundan boshlanadi. Afsuski, O'zbekistonda o'sha YTHlar bo'yicha statistikalar ancha yildan beri oylik, kunlik, haftalik, yarim yillik va yillik statistikalar ochiqlanadi. Bu haqda o'sha bir necha tashkilotlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda ham aynan qayd etib o'tadi. Bunga sabab nima? Bu bo'yicha masalan rahbariyat o'zgardi, ya'ni keldi va bu bo'yicha yana bir statistika ochiqlanishi bo'yicha rejalar bormi? Bundan buyon fikr bo'ladi. Rahmat savolingiz uchun. Statistik ma'lumotlar o'zingiz mana nomi bilan aytib turibsiz. Bu statistika bo'yicha shug'ullanadigan tashkilotlarga bo'ladi. Aynan bizda yo'l harakati xavfsizligi bilan bog'liq masalalar bo'yicha biz kerakli vaqtlarda mana Oliy Majlisda bo'ladigan o'sha hisobotlarimizda yoki qaysidir bir hisobot berish shaklidagi yig'ilishlarimizda buni biz aytayapmiz, foizlarda ko'rsatyapmiz. Bu bo'yicha hech qanaqa bugungi kunda bir masala ko'rayotganimiz yo'q. Agarda aynan sizga biz juda ko'p nima bilan ishlayapmiz, shu sizda gazeta uz nima bilan mana kun uz, qalamqor uz bevosita yoki bilvosita ish tashkillashtirilgan. Ular bizga xatlar bilan chiqyapti. Qaysidir bir ma'noda o'sha statistikadan foydalanish mumkinligi yoki boshqa masalalarda dialog qo'yilgan, o'rtada hamkorlik bor, bu bo'yicha hech qanaqa masala yo'q. Lekin bu o'sha qandaydir tadbirlar yoki so'rov bilamiz, bir tabiiy holatda saytlaringizni e'lon qilib borish kerakmi? Belgilangan tartibda e'lon qilinish lozim bo'lgan statistika e'lon qilinadi biz bilan bog'liq. Rahmat. Bugungi kunda Toshkentdan tashqari qaysi hududlarda vaziyat jiddiy yo'l harakati xavfsizligi bilan bog'liq ekan, buni bartaraf etish bo'yicha qaysi xorijiy davlatlarning tajribasi o'rganilyapti, aniq misollar bilan? Rahmat savolingiz uchun. Toshkent shahridan tashqari viloyatlarda qaysi viloyatda vaziyat jiddiy? Shu sizga yana bitta men o'zimning ham savolim bor edi. Qaysi ma'lumotga ko'ra siz Toshkent shahrida vaziyatni jiddiy deb baholaysiz? Mendagi ma'lumotlarga qaraganda, Huquqni muhofaza qilish akademiyasi, prokuratura va yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bilan hamkorlikda Yaponiya tajribasida ayrim hududlarda o'sha vaziyatni yaxshilash bo'yicha loyihalar amalga oshirilyapti. Biz bu bo'yicha konferensiyada ham qatnashgandik, lekin o'sha yerda ham GAIdan hech kim qatnashmagandi. Biz intervyuni rosa kutganmiz, ololmaganmiz. Shundan kelib chiqdi. Vaziyat jiddiy degan savolga javob berdim. Qaysi ma'lumotga ko'ra siz Toshkent shahrida bugungi kunda yo'l harakati xavfsizligi yo'nalishida vaziyat jiddiyligiga baho beryapsiz? Buni kuzatishni
bog'liqda baribir o'sha yomg'ir nimaligi bilan man sizga Mirzo Olimman vaziyat jiddiy deydigan xavf-xatargacha xavotirga o'rin yo'qligini yana bir marta qayd etib o'tmoqchiman sizga. Lekin bizda o'zimiz qoniqtirish yoki Qaram prezidentimiz tomonidan rahbariyat tomonidan qo'yilgan vazifani to'laqonli bajardigan deya olmaymiz. Qilishimiz kerak bo'lgan ishlarimizdan juda ko'p kun ustida ishlayapmiz. Agar siz konferensiyamizni boshidan o'sha amaliylarni ko'rgan bo'lsangiz, bunga guvoh bo'lgansiz. Lekin har bitta yo'l transport hodisasi ham, har bir o'lim ham bizni bu juda bir xavotirga keltiradi. Shuning uchun biz butun rivojlangan mamlakatlar yoki natijaga erishgan davlatlar bilan hamkorlikda ularning boy tajribasidan foydalanyapmiz. Bunda eng asosiy bosqichda olimlarni jalb qilyapmiz. Mana bugungi kunda bevosita aytib olamizki, o'sha o'tgan yil bizda tashkil etilgan kriminologiya instituti orqali olimlarni jalb qilib, aynan yo'l transport hodisalarining kelib chiqish sabablari, omillari nimalardan iborat. Mana komissiyani xonasiga kirgan bo'lsalaringiz kerak, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarini oldini olish bo'yicha maxsus komissiya tuzilgan. Maxsus komissiya raisi bu bosh vazirimiz. Shu nimada har bitta vazirlik unga jalb qilingan. Aynan mana shu komissiya doirasida bugungi kunda nafaqat yo'l transport hodisasi sodir bo'lgandan keyin, yo'l transport hodisasi sodir bo'lguncha yo'llarni nazorati, yo'llarni o'sha ko'rikdan o'tkazish, qaysi omillar sabab bo'lishi mumkin bo'lgan ishlar bo'yicha juda chuqur izlanishlar olib borilyapti. Bu bo'yicha aniq tahlillar, aniq takliflar mavjud. Bu bo'yicha mana agar xabaringiz bo'lsa, biz xuddi mana shu nimada zalimizda butun respublika bo'yicha yo'l harakat xavfsizligi yo'nalishi bo'yicha ilmiy ish qilgan olimlarni 30 dan ziyod olimlar yig'ildi. Aynan bugungi kundagi o'sha yo'l transport hodisalarining salmog'i qaysi tomonga oshayotgan, qancha muammolarimiz mavjudligini biz ular oldiga ham keldik. Biz ularga aytdik, biz sizni yordamingizga muhtojmiz. Shuning uchun mana olim sifatida bizga takliflarni berishlarini so'radik. Ilmiy amaliy konferensiyadan so'ng juda yaxshi takliflar berildi ular tomonidan. Aynan shu takliflarni biz hozir amaliyotga tatbiq etyapmiz. Qonunchilikda o'zgarishlar bo'lyapti. Buni xalqimiz ham sezyapti. O'sha chiqarilayotgan qarorlarda ham ko'rishlaringiz mumkin. Oddiy misol shu 9-sonli nimada biz aynan yo'l egasi degan termin. Kim yo'l egasi? Umuman olganda respublikada yo'llar toifalarga bo'linadi. Yo'l egasi. Agarda yo'l transport hodisasi sodir etilishida yo'l infratuzilmasidagi kamchiliklar sabab bo'layotgan bo'lsa, javobgarlik masalalarigacha ko'tariladi. Shuning uchun sizning savolingizga qisqa qilib javobim bu olimlar bilan ishlash, chet el tajribalari bilan ishlash bugungi kunda bo'lyapti, to'xtamaydi. Boya aytganimdek, qaysidir ma'noda yo'l transport hodisalari qisman kamayishi yoki o'lim bilan bog'liq qisman kamayishi bu bizga xotirjamlik bermaydi. Oxirigacha to o'sha qo'yilgan vazifalarni to'laqonli bajargangacha davom etadi. Hamkasblardan uzr so'ragan holda savolni o'zgartirsak, lekin yo'l transport hodisalari soni bo'yicha qaysi hududlar ko'rsatkichi yuqori va bu yerdagi muammolar nima? Yo'l transport hodisalari o'zi umuman toifalari, turlariga ko'ra respublikaning har bir hududida qaysi hududda bo'lgan yo'l transport hodisasi qaysi hududda yo'q deb bo'lmaydi. Boya savolingizga, mana bu ikkinchi savolingizga ham yuqorida javob berdik. Har bir bu hududdan tashqari o'sha toifasi, turi har bittasi tahlil qilinib, ularni bartaraf etish bo'yicha ishlar amalga oshirilgan. Musaddiq siz birinchi mumkin ajoyib o'zgarishlar bo'ldi. Shaxsan men sizni ham unda amaliy yordamingiz o'ziga yarasha xodimlarning aktivligi sezildi. Hattoki boshimiz ham bu haqida to'xtalib o'tdilar. Hozir bo'ladigan savolim taklif, ilmiy savol chegaralar
cheklangan tezlikdan chegirmani 5 km/soatga hozirgi amaldagi qonunchilikda 5 km/soatga shuni 10 km/soatga ko'tarish bo'yicha taklif qilganmiz. Biz o'sha bir uchrashgandik. Yana shuni yana qayta aytaman. Cheklangan tezlikni chegirib tashlangan qismini 10 km/soatga qilsak, menimcha bu texnik tarafdan ham to'g'ri bo'lardi. Bu degani tezlikni oshirish kerak degani emas. Bu faqat texnik jihatdan o'zlar menimcha aholiga, fuqarolarimizga yengillik bo'lgan bo'lardi. Misol uchun shuni bo'lsa 250 ming so'm bilan menimcha qiynashmaydi. Buni to'lashdi. Bu ham bir qanaqadir yengillik, aholiga bir yordam sifatida menimcha davlat tomonidan imkoniyat yaratilsa, xursand bo'lgan bo'lardim. Va uchinchisi, yo'llarda hozir radarlar qo'yilyapti. O'sha radar belgisining ostida cheklangan tezlik bo'lsa, juda ham maqsadga muvofiq bo'lardi. Sababi 70 km/soatdan 60 km/soatga uchirilgandan keyin ba'zi haydovchilar yoki mehmonlar boshqa bir qo'shni viloyatlarga borib qolsak, o'zimiz ham ba'zida ikkilanib qolamiz. Bu yerda 70 ming, 60 ming, 50 ming, balki 100 ming. Shuni iltimos qilgan bo'lardim. Har bir qo'ygan radarlarni, radar bor, radar belgisi bor va ostida cheklangan 70 ming, 60 ming, 50 ming, 30 ming. Mana shu juda ham katta iltimos, chunki ijtimoiy tarmoqda o'zim radar Facebook kanal adminiman. O'zim mas'ulman, tekshirish ismim Asqarbek Jumaniyozov, radar Facebook kanal adminiman. Menga juda ham ko'p murojaatlar, iltimoslar keladi. Go'yoki markazdan chetga chiqqan sari qoida qonunlar susayib borgandek xabarlar kelyapti. Shuni bir nazoratga olsalar, men juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Rahmat. Rahmat. Juda o'rinli va mazmunli takliflar bular. Har hafta biz mana shu yo'l harakati xavfsizligi matbuot xizmati tomonidan fuqarolarning norozilikchiliklari, fuqarolar e'tirozlari monitoring qilib boriladi. Bu ijtimoiy tarmoqlarda, yoritilayotgan saytlarda kommentariyalardan kelib chiqib monitoring ishlari amalga oshiriladi. Juda to'g'ri hozir masalani ko'tardingiz. Esladim. Aynan shu yo'l harakati xavfsizligi xizmati ish boshlagan paytimizda ham xuddi mana shunaqa matbuot anjumani tashkillashtirganda unda siz qatnashgandingiz. Shu tezlikni 5 dan differensialmasini 10 gacha ko'tarish masalasi. Bunga mana boyagi Mirzo nimalariga, savollariga ham yana qo'shimcha nima bo'lib ketadi? Olimlarni jalb qildik. Biz aynan bu bizga nima xavf omillari bo'lishi mumkin yoki nima buni yaxshi tomoni bo'ladi. O'sha olimlar fikrlari bilan ishlab o'zimiz takliflarimizni berganmiz. Aksariyat xulosalarga ko'ra, o'sha siz aytgandek 5 dan chegirma shu 10 gacha ko'tarilishi ijobiy fikrlar. Menimcha ko'proq bo'ldi. Biz bu bo'yicha o'zimiz xulosalarimizni ilmiy asoslantirib berganmiz. Yaqin kunlarda menimcha eshitsangiz kerak bo'ladi. Keyingi masalalarga keladigan bo'lsak, tonirovka masalasi haqiqatan juda to'g'ri. Bu fuqarolarga qulaylik yaratishi, har bir o'sha aynan bizda yoz faslida bo'ladigan o'sha transport vositasi boshqarishdagi taklifingiz juda o'rinli bo'lib turgan masalasi. Bu bo'yicha bizda ishchi guruh ishlayapti. Men o'ylaymanki, hozir men toki xulosalar olmasdan turib bir nima deyishga men ojizman. Bu bo'yicha ham ishlab oxiriga yetgan. Radar moslamalari bor. O'zi yo'l bizda magistral, davlat ahamiyatidagi yo'llar bor, shahar ahamiyatidagi ichki yo'llarimiz bor. Bunda aniq belgilar berilgan, lekin aynan o'sha radar moslamalarining tagida tezlik ko'rsatib berish masalasini biz aksariyat joylarda joriy etdik. Bu masalani ham ko'rib, oxirigacha nima qilib joy-joyiga qo'yiladi. Bu endi shaharsozlik normalarida yoki qaysidir bir nimada yo'q. O'zi mukammal haydovchilik tayyorgarligidan o'tgan har bir haydovchi biladi. O'zi magistral yo'lda qanday o'zini transport vositasini boshqarishi, davlat ahamiyatidagi yo'lda, aholi punktlarida, shahar yo'llarida boshqarish o'zi yaxshi haydovchilik tajribasi bor haydovchilar biladi. Va biz yana fuqarolarimiz uchun qulayliklar yaratamiz. Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi haqida kechirasiz. Tonirovkani hozir imkoniyati pastroq aholi qatlam qismini ko'rib chiqdik. Endi imkoniyati yetarli bo'lgan aholi qatlam qismiga bitta ajoyib taklif bor. Masalan, deylik
aytaylik, men 2 yildan oldin shu to'ladim. 3 yildan 6 yildan to'lashga imkonim bor. O'sha paytda 2 yil oldindan to'ladimmi, 3-yil menga bonus bo'lsin. Men uni 3-yil tekinga ishlatay. Shunaqa holat qilsak bo'ladimi? Bu ham ajoyib taklif. Bu hozir siz bilan menimcha yechadigan masala emas. Buni bir taklif biz har biringizni taklifingizni inobatga olamiz. Taklif sifatida berib ketsangiz biz xursand bo'lamiz. Ishlaymiz ustida o'rganamiz. Balki ijobiy ham bo'ladi. Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi, uzr, men shoshiryapman. Rasul Bobur, ijtimoiy jurnalist, bloger. Davlatimizda hozir keng qamrovli korrupsiyaga qarshi kurash olib borilmoqda. Har bir jabhalarda, sohalarda o'ziga xos yangiliklar, tashabbuslar amalga oshirilmoqda va bu borada xodimlaringiz tushuntirishda shaffoflikni ta'minlash, raqamlashtirish tamoyillari juda ham yaxshi yo'lga qo'yilayotgan ekan. Bundan tashqari yana qanaqa harakatlar qilinyaptiki, sizlarning o'zingizlarning sohalarda korrupsiyani oldini olish bo'yicha? Rahmat sizga savolingiz uchun. Boya yuqorida aytganimdek, bizni birinchi qilishimiz kerak bo'lgan birinchi vazifa sifatida o'zimizga belgilaganmiz yo'l transport hodisalarini oldini olish, o'limni kamaytirish bo'lsa, dolzarbligi bundan kam emas korrupsiya holatlarini kamaytirish, umuman taktik bilan sug'urib tashlash masalasi bo'yicha juda qattiq ishlar amalga oshirilyapti. Buni shu uchun ham men bu savol-javob qismidan oldin amaliyot deb ko'rsatib berishlarini xodimlarimdan iltimos qilgandim. Bugungi kunda mana korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha raqamlashtirish bunga samarali bir ijobiy o'zini yondashadigan yoki o'zini natijasini beradigan narsa bu raqamlashtirish. Raqamlashtirish masalamiz bizda hozirgi kunda vakolatlarni, ayrim vakolatlarni oldik, ayrim vakolatlarni raqamlashtirdik. Mana o'zingizlar guvohi bo'lyapsizlar. Aynan o'sha nimaga beryapmiz, davlat xizmatlari bilan hamkorlikda ishlaymiz. Baribir ham fuqarolarimiz yagona darchaga borib murojaat qilyapti, boshqa qilyapti. Haydovchilik guvohnomalarini chop etib berish vakolatlari berilyapti. Umuman kompleks bu bo'yicha ishlarni amalga oshiryapmiz. Xodimlari avvalambor har bir shaxsiy tarkibni oilasi borib o'rganadi. Oilasidagi o'sha ijtimoiy muhitda bo'lsin. Nimadir sabab bo'lishi mumkin bo'lgan juda ko'p kriteriyalarni belgilab olgan. Avvalambor o'zi korrupsiyaga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan omillar nima u? Obyektiv, subyektiv omillar mavjud. Mana shu barcha omillarni birma-bir yopib korrupsiya holatlarini oldini olish bo'yicha ishlaymiz. Bu bo'yicha sizga mana alohida berib yuborishadi. Aynan bizda mana shu shaxsiy tarkib bilan ishlash kadrlar boshqarmasi boshlig'i bevosita ishlaydilar bu bo'yicha. Bugungi kunda maqtanadigan bo'lmasa ham sezilarli natijalarni ko'rib turibmiz bu bo'yicha. Boya aytganimdek, bu tinimsiz davom ettiriladi. Bu harakatimiz bizni korrupsiyaga qarshi o'zimiz alohida tadbirlar o'tkazib turibmiz. O'zimiz juda ko'p holatlarni aniqlayapmiz, raqamlashtirib. Bu bizni kun tartibimizdan tushmaydigan masala. Rahmat javobingiz uchun. Bitta taklifim bor, targ'ibot masalasi. Hurmatli jurnalistlarimiz, ommaviy axborot vositalarimiz yordamida shu pora berish va olishga noto'g'riligi, xatoligi, noqonuniyligi haqida targ'ibotni ham amalga oshirsanglar maqsadga muvofiq bo'lardi. Sizga rahmat. Mana shu men endi hozir so'zimni yakunida aytmoqchi edim shuni. Iltimosimiz ham shu bo'lardi bizni. Bugungi kunda yo'l patrul xizmati xodimi bo'ladimi, yo'l harakat xavfsizligi xizmatida shu ishlayotgan shaxsiy tarkib o'zi biladi. Mana juda ko'plab holatlarimiz bo'lyapti. Aynan mana transport vositasini spirtli ichimlik ta'sirida boshqarib keladi. O'sha shaxsiy tarkibimizni to'xtatgandan keyin, aniqlagandan keyin tegishli tartibda davlatni, yurtimizni, o'sha respublikamizni qonunlariga asosan chora ko'rish paytida pul taklif qilish, pora taklif qilish holatlari bo'lyapti. Biz hattoki 2-3 martagacha ogohlantiryapmiz. Bo'lmasam o'sha bu yerda ko'pchilik tushunadi, jinoiy ishni qo'zg'atishgacha bo'lgan harakatlarni amalga oshiryapmiz. Shu iltimosimiz ham shu bo'lardiki, rahmat, ayrim saytlar yorityapti, buni ko'rsatib beryapsizlar fuqarolarga. Shu bilib bilmaydi jinoyatni amalga oshirib qo'ymasinlar. Shuni pora berish ham jinoyat, pora olish ham jinoyat. Buni esdan chiqarmasligimiz kerak bo'ladi.
Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Ular yo'l saytidan qo'llashman. Avvalo bittasiga e'tibor berishim borki, matbuot xizmati haqiqatan joyida yaxshi ishlayapmiz. Nafaqat Toshkent shahrida hududlar bo'yicha baribir savol tug'ilib qolgan paytda savollarimizni javobsiz qoldirishmaydi. Vazirlik axborot xizmati shu anaqadan minnatdorchilik bildirib o'tmoqchiman. Avvalroq bu rahbariyatga tashabbus. Endi savol beradigan bo'lsak, ilgarigi matbuot anjumanlarida bitta savol bergandikki, shu savol negadir ochiqlanishi qiyin bo'lyapti. Mana ko'p ko'ryapmizki, tarmoqlarda, Telegramda bola o'lim bilan bog'liq juda ham ko'p yo'l transport hodisalari duch ko'ramiz. Maktab oldida umuman deyarli har kuni shunaqa videolar chiqadi. Umuman o'zi statistika bo'yicha, ma'lumotlar bo'yicha bolalar o'lim bilan bog'liq jarayonlar qanaqa degan paytda oldingi matbuot anjumanida 2024-yilda 2023-ga nisbatan kamaygan degan javob bo'lyapti. Shuni bir ochiqlash imkoni bormi? Deyli o'sha 2023-yilda qancha bo'lgan, 2024-yilda qancha kamaydi va 2025-yilda menimcha targ'ibot juda ham yaxshi ketyapti. Aynan bu holat bo'yicha jamoatchilikda juda ham bir tashabbusi zo'r. Menimcha yildan yilga kamayib borayotgan bo'lsa kerak. Shuni iltimos qilgan bo'lardiki, uni raqamlarda ham ochiqlasak. 2023 qanaqa bo'lgan, 24da qancha kamaydi va 25-yilda o'tgan davr mobaynida qancha kamaydi? Javobni olaman. Rahmat. Bolalar o'limi bu bizni eng og'riqli joyimiz desak ham bo'ladi. Har bitta mana shunaqa yo'l transport hodisasini eshitsak agar o'zimizni qoyarga joy topolmaymiz kerak bo'lsa. Alohida bu bo'yicha nima boya tanishgandirsizlar, alohida xonalar, alohida yo'l xaritalari belgilab berilgan yo'l bo'yicha bolalar o'limiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan barcha omillar tahlil qilib chiqilgan. Bu o'sha maktablar oldi yoki maktabdan chiqib maktabdan chiqib toki o'sha farzandlarimiz uyigacha boradigan marshrutlar bormi? Boshqa barchasi tahlillar qilib chiqilgan. Kuni kecha biz o'sha bolalar bo'yicha ombudsman vakillari bilan ham uchrashuv o'tkazdik. Assalomu alaykum. Kunduzim qo'ra tavsiyalar bo'laman. Demak, jarima ballari masalasini aytmoqchiman. Demak, mana birinchi yildan boshlab bu jarima ballari tizimi ishga tushdi. Demak, bu jarima ballarini joriy qilishga doir hukumat qarorida, demak, radarlar va boshqa kameralar yordamida qayd qilingan qoidabuzarliklarga ham jarima ballarini belgilash kiritilgandi. Lekin buni muddat ko'rsatilmagan. Qachondan boshlanadi bu? Buni so'ramoqchiman. Buni texnik jihatdan imkoni bormi va yo'l harakat xavfsizligi xizmati bu borasida biror bir ishlar qilyaptimi? Qachonga reja qilyaptilar? Bu ularga ham kiritishga, chunki aynan juda ko'p qoidabuzarliklar radarlar orqali qilinadi va radarlar orqali ko'rsatuvni kiyib ko'rilmasa, ya'ni ko'plab qoidabuzarlik haydovchilarni aynan gailarni o'zi yozgan bilan jarima ballarini ular turish qiyin bo'ladi degan so'ramoqchiman. Juda to'g'ri. Rahmat savolingiz uchun. Juda bir o'rinli savol bu. O'sha qabul qilingan normativ huquqiy hujjatimizda bugungi kunda yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan jarima ballari hisoblanishi yuritilishi belgilangan. Lekin kelgusida avtomatik ravishda qayd etadigan qurilmalardan ham foydalanish, ular orqali jarima ballarini hisoblash belgilab o'tilgan. Biz bu bo'yicha hozir ishlayapmiz. Savol qolmasligi kerak bu bo'yicha. Oddiy misol, transport vositasi menga tegishli bo'lsa, lekin o'sha ishonchnoma orqali yana kimdir transport vositasini boshqarishi mumkin. Mana shunaqa bo'shliqlar qolmasligi uchun biz bu bo'yicha juda amaliy ishlarni olib boryapmiz. Aynan fuqaroni identifikatsiya qilish masalasigacha ham boryapmiz. Qachonki tayyor bo'lsa, mana shu bizni tizimlarimiz umumiy olganda komissionni xulosalar qilinib, xalqqa, ommaga yoritilib, ana undan keyin biz bu yo'nalishga tushamiz. Katta rahmat savolingiz uchun. Aynan mana shu boya aytgan o'sha tungi vaqtda transport vositalari shovqin solib, tezlikni oshirib yurishi bo'yicha juda katta reyd tadbirlari amalga oshirildi. Aynan oxirgi 3-4 oyda bu juda yana eng tuz oldirdi. Ayrim rahmat mana shu joyda aytib o'tmoqchiman. Ayrim kanallarimiz o'zlari taklif bilan chiqib, tungi reydlarga bizni shaxsiy tarkibimiz bilan ishtirok etishyapti. Agarda sizda imkon bo'lsa, bevosita sizni ham taklif qilgan bo'lardim.
chiqdi. Yana shu joyda fuqarolarimizdan ham iltimos qolardiki, Vazirlar Mahkamasining 747-sonli qarori bor. O'sha qarorda nima deyiladi? Qaysidir bir transport vositasini o'sha qoidabuzarligini ko'rsaga foto, video yoki o'zini qo'l telefoniga olib shuni ma'muriy amaliyot bo'limlariga jo'natishi mumkin. Bunda agar biz kengroq jalb qilgan bo'lsak, Sonrasında 2,5 yil ichida shunaqa harakat qilganman, shuni videoga olib jo'natish kerak. Lekin o'sha kutilmagan payt bo'ladi. Kutilib yotganingizda shunaqa shortni qiladi. yo aynan siz emas, umuman hozir mana fuqarolarga shuni shunchaki qurilma deb qo'yib so'mga beraman deb. Kutilmagan payt bo'ladi endi aytmoqchiman, har kuni bo'ladi. Lekin juda ko'p bo'ladi. bu bo'yicha qat'iy choralar belgilanib, jazo muqarrarligi belgilanadi. Bunda yetarli darajada o'sha transport vositalarini jarima maydonlariga joylashtirish kerak bo'lsa, aynan mana shu bizni bezovta qilgan muammo sifatida ko'rib, biz yo'l bezorisi degan termin yo'q edi. Jinoiy javobgarlikka tortishgacha bo'lgan masala ko'riladi. Bugungi kunda jinoiy javobgarlikka tortilgan haydovchilar aynan mana shu drift yoki yo'l bezorligini amalga oshirganlar bo'yicha ishimiz juda qattiq olib borilyapti. Keyingi taklifingizga keladigan bo'lsak, bu taklifingiz juda menga yoqdi. Man bu eng ta'sirchan videoroliklar tanlovini biz albatta bir huquqiy tomonlari bilan yana bir tanishib, buni bir e'lon qilsak, juda bir har bir ta'sirli rolik bo'lsa, o'sha qanchadir bir fuqarolarimizga bu ta'sir qilsa, biz bilib bilmay qanchadan qancha yo'l transport hodisalarini yoki bir o'limlarni olmoqchi. Rahmat. Mani savolim bor edi. Assalomu alaykum. Dilmurod G'ofurov, Millat pochta bo'limiga alohida rahmatlarimni aytmoqchiman, chunki biz Millat pochtasini yo'lga qo'yganmiz, aynan sizlarning xodimlaringiz bilan birgalikda tungi reydlarni amalga oshiramiz va qanday bir yo'l transport hodisasi bo'yicha ma'lumot tarqalsa, birinchilardan bo'lib xabar olishda sizlarga ishonamiz, asosiy manba sizlar. Buning uchun tezkorlik uchun alohida rahmat. Va shunday taklifim bor ediki, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda ko'ramiz, kuyovnavkar marosimlarda tomosha qo'yayotgan yigitlar voqeasiga ko'p guvoh bo'lyapmiz va ularga chora ko'rish jarayonini kuzatsak, ko'pincha jarima maydoniga joylashtiriladi bo'ldi. Lekin men shuni taklif qilgan bo'lardimki, o'sha yigitlarni haydovchilik guvohnomasidan mahrum qilish kerak nazarimizda. Ma'lum bir muddatga, chunki kundan kun ko'payyapti. Agar biz jazo choralarini kuchaytirsak va bu kabi holatlar kamayadi. Chunki bunday holatlarda birovni xursandchilik kunini fojiaga aylantirayotgan yigitlar ham ko'payadi. Taklifni bergan bo'lardim. Rahmat. Juda mana biz bilamiz, juda ko'p reyd tadbirlarida nimada ishtirok etasiz. Har bir yo'l transport hodisasining joyiga borib, yetarli rollar bilan yoritasiz. Bu uchun sizga katta rahmat. Matbuot xizmatimiz yanada nafaqat har bir o'sha qaysi telekanal bo'ladimi ishlashga tayyormiz. Taklifingizni uylab ko'ramiz. Inobatga olamiz. Максим Жангиров, новости Узбекистана. Вопрос к тому, что я уважаю регламент и который, я думаю, важно отдать отчет, это касается нормативных документов, технических терминов, терминологии и регламентов. Сейчас поясню, в чем дело. С вашими инспекторами некоторыми я как-то беседовал, задавал вопросы кое-какие. Многие не знают отличия, скажем, мопеда от мотороллера. Все называют его одним словом скутер. Но скутер – это морской термин, который означает, что это спортивный колесирующий скоростной катер. Вот. С легкой руки российских журналистов это слово скутер стало использоваться на суше. Но есть понятие официальное использование терминов, есть понятие бытовое. То есть почему? Потому что если порядок в регламентах, порядок и на дорогах, и во всем остальном. Любой, например, грамотный адвокат, юрист, если какой-то ДТП со скутером будет, он разобьет в пух и прах, и ваши инспектора в дураках будут, потому что адвокат скажет, а где судно на дороге? Докажите. То есть это неграмотность получается. Поэтому у меня такой вопрос.
Будет ли наведен порядок в классификации в правилах дорожного движения, где будет четко обозначена классификация двухколесных транспортных средств, мопед, мотороллер, мотоцикл и так далее. Потому что искажение терминов ведет и к другим последствиям. Все правильно. Спасибо. Спасибо вам огромное за предложение, что ли. Это предложение, надо принести Мы порядок. рассмотрим. Да. Рассмотрим предложение. Да. Насколько это... Ну, у нас уже имеются нормативные акты. Наши ребята ознакомят вас. Там конкретно определено, кто такой скутер. Да. Оно уже не может использоваться, это Да. попутно. Ну,